Bo'ldi, ko'p gap kerak emas. Masha, tamom. Masha. Gaz. Alladis. Sorry, shukr, rahmat. Opa, ayting. Ani qanday bu? Ati qanday bu esi? Sizning nengizning ati qanday? Tak, 12 san qanday ati qanday 12 san? 47-38 47 38 72-00 Tak, 72-00 tak mana 63-64 53 64 76-44 76 40 44. Mana qara. 47 Neydi? O'laydi, Sulton og'am, David akam, Volk akam, Shahboz aka, Surxondaryo tog'am. Mana bizni. Ardo shamol qisib tur aka. Bo'l. Qadr ana 47 38 Allah razı olsun. 72-00 mana 47 38 72 00 53 64 76 44. Hikmat va Mahsuma. Voy ba sizning atingiz qiyinmi sizning? Qarang, E'tiboring. Hikmatova Mahsuma. Foizdan bilan. Qaysi bank, opa, qaysi bank? Hikmat. Bank rahmat. Infin bank. Ro'za Ramazonda qilgan ihson zakotlaridan qisdan Allohim bilating amin ajmain. Hech bir insonni farzandi kasal bo'lmasin. Alloh rozi bo'lsin. Sardor menga ana atni ayt menga men tushunmayapman men. Hikmatova Mahsuma. Aha, Hikmatova. Qanaqa x, opa? Qattiq xmi kichkina bunaqa yumshoq? Hikmat. Shunaqa, Hikmatova. Hikmatova, durustmi? Aha. Rebel tayyor o'rtada. Mahsuma. Mahsuma. Akalar, Alloh rozi bo'lsin. Meni mehribonlarim. Meni ekranimda yig'il savdo. Ekranimda qo'sh. Ekranimda men yig'il. Katta qilmay. Opajon. Qara. Shundan keyin tug'ilgan kuni. Tabriklaymiz mana tug'ilgan kuni. Mahsuma. Mana shunday. Mahsuma opa. Maksuma qo'y, qo'y, Maksuma. Xima. Mana xima? Suma. Xo'p. Qaradim, mana shunday opa. Va savdo ko'rinmayapti demanga. Qarang. Ana, qarang. Hikmatova Mahsuma. Shundaymi? Durustmi? Durust. Bos. Dollarni kursida tasha iflos. So'kinbay men. So'kma, jim bo'l. So'kinma men ham xarob. Topganingizga Alloh baraka bersin. Rahmat. Sababchi bo'lgan inson Allohlar. Nimaga o'ylagan niyati bo'lsa Alloh ijobat. Alini jiyanimizni tug'ilgan kuni ekan, tog'alari. Rahmat. Bitta xursand qilsanglar bo'ladi. Rahmat. Alloh mana ro'za kunida jonlaring sog' bo'lsin. Alini tug'ilgan kuni ekan jiyanimizni. Qo'ldan kelgan chakalar. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Baraka topinglar. Joningiz omon bo'lsin. Qilgan ihson zakotlaringizni Alloh dargohida qabul qilsin. Rahmat. Joningiz omon bo'lsin. Bizga $300 tashaguncha akalar $600 tashavordi. Plus David og'am.
Joninglar omon bo'lsin. Rahmat. Ro'za Ramazonni qilgan sadaqatlaringlar dargohida qabul bo'lsin. Xonadoninglardan fayz baraka arimasin. Farzandlaringlar rohatini ko'ringlar ilohim. Mani bolalarimga birini berdinglar. Allohdan ming baravar qaytsin. Hech qachon g'am ko'rmanglar. Malades akalar, joninglar sog' bo'lsin. Hurmatli bo'lsin. Opa, bu ehson emas, qarang. Ehson boshqacha bo'ladi. Ehson emas, bu sovg'a tug'ilgan kuniga. Jiyanchamizni sovg'asi. Yig'lamang. Jiyanimiz sovg'asi mana akalari tabriklayapti. Musofirda yurgan akalarimiz hammasini duo qilib qo'ysangiz, mana akalarimiz tabriklayapti jiyanimizni. Hozir kartezga ham tushadi hozir. Alloh rozi bo'lsin. Joni sog' bo'lsin. Oppa, Alex. Voy, kimlar? Mana ey. Joninglar sog' bo'lsin. David aka, Surxondaryo tog'a. Sardor, men ekranimni yig'il. Men ekranimni yig'il. Aha. Mana. Tushdimi? Biza qarash. Aha. Opa tushdimi? Qarangchi. Tushdi. Rahmat. Munosabatdan. Ha, Tushdi. 300 $. Dollarda tushirdimi ish qilib? 300 tushdi Sardor. Shu do'stman. Bu tak. News. Mana shuni ham bitta chiroyli duo qilib qo'ying. Buni ham Qozog'istonning oldi yigiti, Qozog'istonda eng ishongan streameri mana shu bo'ladi. Bitta duo qilib qo'ying. Yaratgan ekan. Yaratgan Allohim. Bilmay qilgan gunoh xatolarimiz bo'lsa Allohim o'zi afv etgin. Ukalarim ishini rivojini bergin. Musofir jigarlarimni ham Allohim topayotgan puliga baraka bergin. Xonadondan farzand aritmagan, 30 kun tutayotgan ro'zalarni dargohingda qabul qilgin. Nimaga o'ylagan yaxshi niyati bo'lsa Alloh ijobat qilgan. Rabbina atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan wa qina azoban amin ajmain. Amin. Allohu akbar. Sardor, молодец. Doğru. Shirindan shakar Joning sog' bo'lsin. O'yin chiroyli bo'ldi. Napki, yaxshi. O'yin chiroyli bo'ldi. Rahmat aka. Ikki tomonda ham. Xafagarchilik yo'qmi san? Yo'q, Chopkimi? Davay, o'zingni ehtiyot qil. Yaxshi. Assalomu alaykum sen. Молодец. Davay, salomat. Opa, nima gaplar? Qiynalmayapsizmi? O'tiribmiz. Alin doktorga olib boryapman. Har kuni boshidan anaqa suv olaman. Apparat qo'ydirganman. Yana $7000 ga ikkita. Boshiga niylan har kuni 2 mahal, 3 mahal suv olaman Sardor. Kvartirami. Meni mana shu meni mana shu akalarimni, musofirda yurgan opalarimni hammasini chiroyli duo qilaversangiz, Xudo xolasa, nasib bo'lsa jiyanimiz ham yaxshi bo'lib ketadi. Xudo xolasa. Inshaalloh. Akalar, opalar, mana shu batillarimizni qo'llagan insonlar, sizlarga men kattakon minnatdor aytmoqchiman. Sababi opa meni yangi akkauntim bu. Bu meni yangi akkauntim. Kecha ochdim. Bugun kirdim. Bugun kirdim. 2 kun kirdim. Ha, 2 kun kirdim. 2 kun kirdim. Mana Xudo xolasa, mana shuncha akalarim qo'llashyapti. Bularni Alloh qo'llasin. Akalar, Alloh rizqingizni. mana shu ortda turgan Shahboz akam, Sulton akam, aka Qodir, Volk brat, Surxondaryo, David, Alex tog'am, Ruslan aka, Muhammad Ali aka, Dos, Mashrabjon akam, BMW X3, Dilijon opam, Shahmot, Zuliya, hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Men jiyanimizni kim tabriklamoqchi bo'lsa, tug'ilgan kunida bitta bosinglar. Yuraydan bitta chiroyli tabriklab qo'yinglar akalar. Oz-ozdan bo'lsa ham shu har nima mana shu dori darmoniga yordam bo'ladi. Ko'rasizlar, mana qiynalib, opamda ham yana ikkita bundan tashqari ham farzandlari bor. Xudo mana to'g'irlab qo'ygan ekan. Mana ro'za kunida sizlar mana bosh qoshchiliklaringda mana shu opamizga mana atalgan ekan. Kam kuchingizga ishlating opa. Joningiz sog' bo'lsin. Bundan keyin ham yordam beramiz. Bizlar birovga bunday yomonlik qilayotgan odam emas opa. Biz yomonlik qilmaymiz, hech kimga iloji boricha qilmaymiz. Inshaalloh. Topgan tutganingizga Alloh baraka bersin. Xonadoningizdan fayz baraka arimasin. Ota-onanglar xotirjam bo'lsin.
Farzandlaringiz qori bo'lsin. Sardor yaxshi joylardan ato qilsin. Rahmat, xudo xohlasa. Baxtingizni, kamolingizni ukalaringiz bilan ko'rishsin. Ukalaringiz baxtli bo'lsin. Ilohim topgan puliga Alloh xayr barakasini bersin. Nimaki yo'lda, nimaki ehson qilayotgan bo'lsanglar, yaxshilik qilgan bo'lsanglar, Alloh mukofotini yetkazsin sizlarga. Oxiratinglarda. Opa, bizdan xafagarchilik yo'qmi? Hammasi Allohdan. Rahmat. Bizdan xafagarchilik yo'qmi? Chotkimi? Joningiz sog' bo'lsin, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Kelganingizda keling. Salomat bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling. Voyay! Ovalar, jon opalar, yaxshimi yomonmi? Kimdir yomon ko'radi, kimdir menga yomonlik qiladi. Lekin bitta gapimni eshitinglar, meni ko'rinishim yomon bo'lishi mumkin. Men o'zim maqtamayman. Meni qalbi pok insonman, qalbi toza insonman. Xudo xohlasa nasib bo'lsa, bundan ham ko'p ezguliklar qilamiz. Sizlardan so'ralayotgan narsa bos ukam, tamom. Bos ukam, tamom. Gazini bos ukam, tamom. Bugungi batilda kattadan katta qo'llagan Qirg'iziston Osh shahridan Shahboz aka, Volk tog'am, Qashqadaryo, Sulton akam, bu insonlarni hech qaysi bilan gostida yoki ovozini ham eshitmaganman. Surxondaryo tog'am, hamma tog'alarim. Sizlarni dunyoni oxirigacha duo qilib o'taman. Qo'limdan kelgancha jonlaring sog' bo'lsin. Bugungi batillarimiz tugadi. Hammalaringizga yaxshi kayfiyat. Qolgan akalarimga ham, opalarimga ham hammasiga ro'za Ramazon oyida yaxshiliklar tilaymiz. Xudo xolasa dunyoda faqat ezgulik bo'lsin. Dunyoda faqat ezgulik bo'lsin. Hech qachon yomonlik bo'lmasin. Jonlaring sog' bo'lsin. Ko'rganda ko'rishguncha. Salomat bo'linglar. O'zlaring